maslahatlashib Bahodir akam bilan bir ancha yillar beri bir g'oya ustida ishlab yurardim. G'oya shuki, o'zbek sozlarini ichiga bir sozlarni o'zimizni sozlardan kelib chiqqan holda bir soz yaratish niyatlarim bo'lardi. Ko'p aytardim Bahodir akamga, shunaqa bir soz yaratsam, bir soz o'ylab yuribman. Shunga nima deysiz? Desam, yaxshi bo'lardi. Harakat qilib ko'rgin deb maslahat berurlar. Aynan shu shaklda 5 xil soz yaratdik. 5 xil ovoz, 5 xil soz. Shaklan bir xil. Bu soz O'zbekistonda yangi soz. Yangi O'zbekistonda Navruz sozlari. Navruz deyilishiga sabab bu sozni yaratish davomida 1 yil vaqtimiz ketdi. U Navruzdan bu Navruzgacha bo'lgan vaqt oralig'ida shu sozlar yaratildi. Bu sozlar endi 5 xil shaklda yaratildi. Shaklan bir xil, sozlarimizni ko'rinishi shaklan bir xil, lekin bulardan chiqib turgan ovoz har xil. O'zbek musiqa sozlarimizni to'ldirish maqsadida bu sozlarni shu yaratishga harakat qildik. Maqsad o'sha garmonik bezaklar, garmonik yechimlar kuylarimizga hozirgi zamon talabi kerak bo'lib qoldi. Shu sababdan buni chizmalarini chizib O'zbekistonga, O'rta Osiyoga ma'lum va mashhur hofizlardan Rasulqori Mamadaliyev hofizning o'g'illari Sodiqjon Mamadaliyev yaxshigina sozgar. Shu kishiga chizmalarni chizib olbordim, maslahatlashdik. 1 yil davomida u Navruzdan bu Navruzgacha bo'lgan oraliqda 5 ta sozlarimiz bitdi, bitirdik. Endi bu Navruz deb atalishiga sabab ham shu bo'lib qoldi. Sababi Navruz o'z nomi bilan yangi, ro'z kun, yangi kun, yangi soz, yangi O'zbekiston sozlari. Endi hozir buni Navruz rubobini olib kelganligim uchun shu Navruz rubobda ustozimiz O'zbekiston xalq hofizi Orif hoji Alimaqsumovning So'lim ashulasini bir yangi talqinda ijro qilib bersam, kuyini.